Bugun 2026-yilning 20-mart holatiga ko'ra Isroilga qarshi yangi harakat boshlangani e'lon qilindi. Ular o'zlarini The Earthquake Faction deb atashgan hamda ayni 20-mart kuni Chexiyada joylashgan Isroilga tegishli ekani aytilgan yashirin qurol ishlab chiqarish sexiga o't qo'yishgan va ayni shu jarayon video tasvirlarini ommaga e'lon qilishgan. 2026-yil 20-martda The Earthquake Faction Yevropadagi Isroil qurol sanoatining markaziga zarba berdi. Chexiya Respublikasining Pardubice shahrida Isroilning eng yirik qurol ishlab chiqaruvchisi Elbit Systems kompaniyasiga qarashli Center of Excellence deb nomlangan qurol ishlab chiqarish kompaniyasining global kengayishiga xizmat qilish maqsadida joylashtirilgandi. Biz binoga kirib, binoni yo'q qilish jarayonida ishlab chiqarish va o'quv markazi bo'sh va hech kim yo'q edi, hamda hech kimga zarar yetmadi. Bu joy sionistlar tomonidan Falastin, Livan, Eron va G'arbiy Osiyoda har kuni odamlarni qirg'in qilish uchun ishlatiladigan qurollarni ishlab chiqarish uchun ishlatilib kelingan. The Earthquake Faction sionistlar uchun muhim bo'lgan asosiy joylarni nishonga oluvchi xalqaro maxfiy tarmoqdir. Bizning maqsadimiz imperiyaning barcha a'zolarini har qanday samarali usul bilan ichkaridan yo'q qilishdir, deyilgan guruh e'lon qilgan rasmiy xabarda.